Begzod aka, shu bir zambar temirga 40 ming dollar sarflaysizmi aka? Aka bu siz uchun bir zambar temirdir, lekin bu mashina qadimgi yilda ishlab chiqarilgan, u Gitlerlar davrida yurgan 40 ming dollar pul sarf qilinadi aynan shu mashinaga. Assalomu alaykum, Inomarka Namangan kuzatuvchilari. Inomarkalar bo'yicha, inomarkalarga restyling xizmatlari bo'yicha ko'p so'radinglar. Shuning uchun biz Namangandagi Big Auto Tuningga, ya'ni Begzod akaning oldilariga keldik va ulardan yaxshigina ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Begzod aka, xo'rmang, charchamasdan tuzumsiz. Aka shuni toqib qo'ysan. Akalar, Begzod aka Namangandagi inomarka bo'yicha eng kuchli mutaxassislarimizdan. Begzod aka bizni kuzatuvchilarga mana shu inomarkalar bo'yicha ko'plab savollar bo'ladi. Inomarkani olsak-ku, zapchasini qayerdan topamiz yoki qayerda remont qildiramiz degan savollar tug'iladi. Shuning uchun bitta yaxshi maslahatlardan, tavsiyalardan berib olsangiz aka. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Xo'p, bo'ldi, qo'ldan kelgancha inomarkalar va ularning zapchasalari qayerdan qanday qilib sotib olish haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman sizlarga. 221 bo'lgan, 12 kun oldin buni biz bolalar qora rangdan oq rangga olib, polni podключ qilib beryapmiz. Zapchaslarini bunikini Xitoydan, Dubaydan olib keltiraman. Qiziqqanlarga 221 dan 222 ga 22 ham, 23 ham yasab beraman. Primerni qanchagacha? 6,5 ming dollarga podключ qilib oldi orqasini qilib beraman. Zo'r, aka. Xo'p, mana bu mana shu 221, bu ruchkalari bilan krugovoy bo'ladi. Buni zapchasini Xitoydan olib keltiryapman. Zo'r. Bu Xitoy mashinasi, buni zapchasi o'sha Xitoydan keladi, zakaz qilib olganmiz. Hammasini o'zingiz keltirib, podключ, xohlasa zapchasini o'zi olib kelsin, agar o'zi olib kelmaydigan bo'lsa, bizga shunday mashinani topshiradi yoki masofadan turib menga shu zapchasi kerak desa ham bemalol yetkazib beradi. Taxminan qancha muddatlar ketadi bitta restyling qilib versiyasini ko'tarishga? Mashinga 12 kun ketdi mana. Professional darajada tezlashtirib qilib yubordik. Rahmat, zo'r aka. Hop, bu Toyota Camry'ning eski kuzovi. Buni zapchasini Dubay, Xitoy ovora qilish shart emas. Qo'shni Qirg'izistondan buni mana olib kelindi zapchasi. Уже tayyor. Ha, tayyor, o'zi boshlandi. Zo'r. Hop, BMW i4 mana bu o'sha urilganda eshigini o'zi egasi zakaz qilib yuborganda biz egasini kutib o'tirmadikda. Eshigini ham qilib qo'ydik, krelosini ham o'zini qilib qo'ydik. O'zi almashish kerak bo'lgan edi. Sol mabodo urilib qolgan bo'lsa, o'zini qilish mumkin bo'lsa, o'zini ham qilib beramiz. Zapchasini ham hadovoy qismlarini aytib o'rganman. To zapchasi kelgunicha qolgan joylarini o'z ishlarini qilib tugatamiz. Xo'p, bunisi 221, bu ham 223 bo'ladi. Buni ham zapchasi Xitoy yoki Dubaydan olib keltiraman. Zo'r aka. Bu mashinalar bo'yicha ham ma'lumot berasiz. Xo'p, bu Prado 120 talikni, buni 300 talik qilamiz. Bu ham xudo xolasa zapchasini zakaz qilib yubordim. Bunikini Dubaydan olaman zapchasini. 7 kun bilan 10 kunning ichida keladi. Demak, gabarit narsalarimiz, kichkina narsalarimiz 3 kun bilan 1 kun ichida keladi. Demak, inomarkani detallari, avto ehtiyot qismlari bo'yicha muammo yo'q. Xudo xolasa, вообще muammo. Sizga murojaat qilsa, xohlagan turdagi hadovoy qismlarida ham muammo yo'q. Nima narsangiz kerak bo'lsa, hammasini olib keladi. Qirg'izistondan kelgan. Hatto qo'shni respublikadan mashinalar kelgan ekan akalar. Orqa tomondan urilgan, bunikini so'nggi modelligi bu ham Hyundai elektromobili bo'ladi. Buni Koreyaga zakaz qilib o'rganman. O'zi bugun kelgan zapchasi ham, xudo xolasa, bu ham boshlanadi. Xullas, akalar, xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa, bemalol ishxonamizga kelishingiz mumkin. Agarda usta bo'lsangiz, menga VIN kodi bilan qanaqa zapchasi kerakligini aytsangiz ham bemalol yetkazib bera olaman, xudo xolasa. Yoki mabodo mashinangiz urib olgan bo'lsangiz, kelsangiz ham bemalol ishingizni bitkazib beramiz. Podключ qilib ham xizmatimiz o'z bilan ham foydalansangiz bo'ladi. Akaga like bosib, poddeshka qilib, mashinani inomarka olsam qiynalmaymanmi deb inomarka olmoqchi bo'lgan do'stlaringizga videoni jo'natib qo'ying. Rahmat. Akani kontaktlarini pastda qoldiramiz. O'zlarining alohida profillari ham bor, lekin biz ham qoldirib qo'yamiz. Bemalol bog'lansani, qo'ldan kelgancha yordam beradi. Xudo xolasa. Rahmat, Begzod aka. Rahmat, sog' bo'ling.